dori foyda bermagandan keyin foyda bermadi, dam olishga bordim, foyda bermadi. Orqaga qarab ketyapti, man sezib saqlarim oshib ketardi, 18, 19 shunda mazam qochib oxiri. Shahnoza, yaxshimisiz, tuzimisiz? Sahrli diabetdan qutuldingiz. Mana. Polностью qutuldingiz, o'zingiz guvohsiz, shirinlik ham yeyapsiz, hamma narsa yeyapsiz. Yeganimda shirinlik 5-3. 5-3 gacha bo'ldi. Yemaganimda ham o'lchadim saxrimni to'yib. Juda ham sengil odam yuragim urib ketardi, yurolmas edim, shishgan edim. Shishlar bor edi oyoqlar. Mundoqsi o'sha. Achib uradi. Hozir yeyish, hamma narsa yeyapman. Shirinlik ham yeyolmay yeb ko'rib, ham o'lchadim. Davleniyam joyida hammasi 190 edi. 190 davleniya operatsiyaga olib ketganman siz, ana. 190 davleniya, 18 sahr. 18 sahrda kiryapsiz. Sahr tabletkalarini ichishingizni qaramasdan sahringiz tushmagan o'sha paytda siz. Yo'q. Oyoqlarda og'riq bormidi? Og'riq bor edi, yurolmas edim. Yurolmas. Qarsillab qolib, charchab qolib, holsiz edim. Yotoqchi yurardim. Yurishga, yetib-yetib chiqishga, masalan, magazinlarga borishga terlab yurolmaysiz. 1 soat ham yurolmaysiz. Hozir bemalol yuraman. Hayotga qiziqish paydo bo'ldi desizchi? Shunaqa desizchi hayot. Gepakrat klinikasiga rahmat. Operatsiyaga necha pul xarajat qildingiz to'g'risini? Mana 2400 ketdi. 2400 dollar ketdi. Operatsiya qildirmaganingizda 1 yil ishlatib olgan bo'larmidi desam? Undan ko'p ketadimi? И o'shanda ham siz sog'lig'ingiz tiklanmagan bo'ladi. Tiklanmagan. 1 yil kuzatdim sizni. Hamma istoriyani qo'yganlaringiz ko'rib chiqdim. Keyin sizda operatsiya bo'lib ketganlar bilan gaplashdim. Ishonch hosil qilib keyin o'zim shunda to'plamga keldim. Boshqa ilojim yo'q edi. Chunki odam o'zini o'ylagandan keyin qidirish kerak. Jonidan o'tib ketgandan keyin yuravermaydi. To'liga bordim, hech narsa o'zgarish bo'lmadi. O'sha dori. Giyohlar ham ichib ko'rgandirsiz? Giyohlar ham ichganman. Umuman hech narsa foydasi bermadi. Meni maslahatim odam o'zini ham ozgina o'ylash kerak. Odam Men hamma bizda hamma etapini ko'rdik sahrli diabetni. Sahrli diabetni operatsiya yo'li bilan tuzatsa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan, men boshini o'tkazdim, ishonch hosil qildim. Sahrlarim joyida, davleniyam joyida. Mana Allohga shukr, 7 oy ichida na saqir dori ichmadim, na davleniyam dori ichmadim. Xudoga shukr. Telefon raqamim 99 924 49.